G'ulom aka. G'ulomjon aka. G'ulom aka. Do'stlar, qalay yomg'ir, toza havo. Kayfiyatlar a'lo xolasa mana G'ulom akamning xonadonlariga yetib keldik. Juda ham ko'pdan bir ko'rishmaganlik, bir ko'rib ko'ngillarni ko'tarib ketamiz, xudo xolasa. Like bosib qo'yasizlar do'stlar. Assalomu alaykum. G'ulom aka bormi aka? Tuzimsiz. Siz ishlaysiz aka. Ko'pchilik G'ulom aka borlarmi? Rossiya kuch ketmaganlarmi duradi aka? Tinchmisiz? Yozaveramiz, yaxshimi aka? Ha, yaxshi rahmat. Charchamay kayfiyatlar yomg'irlar bilan aka. Yomg'irni ko'rmaysizmi? Maza bo'lyapti aslan. Bir tomosha qilib ketaylik aka, bir maza qilib, ziyorat qilib. Bilasiz-ku. Bormi? G'ulom akam uzilmaydi. Do'stlar, G'ulom akam bitta tomosha qilib, ha, rahmat aka, tinchmisiz? Aka, ko'pchilik sog'inib qolgan, YouTube'da ko'rmaganlarchidan biri. Damaslar qulluq bo'lsa aka. Yaqinda oldim. Ha, oldingizmi? Ha, yaqinda shuni. Gap yo'q. Oldim, yangilab. Ha, yaxshi, qulluq bo'lsa aka. Burchutga bostiribsiz-ya, borida bu yozib. Oladi. Borida. Ko'katlarni qarang. O'rtoqlar. Endi bilasiz. Mazza qilib biz chiqaveradi. Ekmaysizmi? Yo'q. Biz chiqaram. Qarang, biz ekib, ovoragarchilik qilib, dehqonchilik qilib, yer chopib, mehnat qilib yotibmiz. Farg'onadan 6 tarixdan nimalar keldi? Mehmonlar. Mehmonlar. Ha. O'tgani ham kelgan edi. Aha. Xo'roz va saynaqa nimalar. O'tgani ham tekab ketgan edi. Xo'roz belamab ketdi. Uzumlarimni hammasini kesib emasmi? Ha. Bu uzumlarni qarang. Kesib, ha. Yana mayda uzumlar yo'q, qaranglar. Uzumlar kanaga ketib taqqatdan, ha? Mana. Nima bo'lishdi? Ha. Kesib Mers degan uzumdan ulab berib ketishdi. Shu belash surda ketib chiqar ekan. Chiqarkan 1 yilda chiqarkan Bir Mers. yilda chiqar ekan. Mana. Ko'kardimi o'sha bilindimi? Mana. Ha, shikam. Mana o'sha ko'karyapti. Ko'karyapti-ya o'zi mana. Mana. Ha, qo'yil. Mana. Mana shu uzumlarimni ulab hammasini ulab berib ketdi. Hat kesib uz tashdimi? Mana mana endi qildan uzumlarni kesib, tagidan ulab ketdi. O'zi ja yaxshi qilmayotdi deyapti. Mevalar yoqiladi. Yaxshi edi. Yaxshimidi? Yaxshi. Ko'p qilyapti o'ta. Ha, o'ta ko'p qilyapti. Qilib yetkazilmayapti. O'ta siyrak Ular yo'q. mutaxassis ekan ular. Ha, Oltiarada mutaxassis ular aka. Kelib Gap so'z yo'q. Aka, yerlar juda loy ekan. Xo'rozlar bag'i yerdami xo'rozlar ya? O, bag'dami? Demak ham mana. Xo'roz yo'qdi. Bir ikkita xo'rozni ushlab tomoshaga bir ko'rsatib qo'ysangiz. Xorozmi? Xo'rozdan bir endi biz xo'roz tomosha qilamiz-da. Xudoga shukr, mana yetib keldik o'rtoqlar. Naysalar o'zidan o'zi o'sib yotibdi, yer katta. Hamma yo'q yetarli olamagamda. O, qamishdan panjara qilib qo'yilgan. U yoqda ham yer bor, u yoqda ham tovuq, jo'ja, hamma yo'q bor. Bu katagida ham yotibdi mana. O'zbek kecha totib ko'rdim. Voy, joning sog'. Totib ko'rsam 5,5 kilo. 5,5 kilo. 5 kilo 480 gram. 5 kiloga 480 gram. 480 gram. Yirikligini qarang mana. Ba'zi makanda turibdi bu. Kattaligini qarang. 5 kilo 700. Bollari chiqdi o'zi. Ha. Jo'jalari. Bu aka nima zotdan bu to'lak ekan a? Ha. Zot qanaqa bu zot? Vyetnamda edi. Oldingi egasi. Vyetnamga chatishgan gibridda. Gibrid. Karis bilan Vyetnam chatishgan ekan. Ha, o'rtoqlar. Olam akamda to'g'risi Bu ham oshiqim. boladagi. Mayda xo'roz bo'lmaydi akasida. Bu ham boladagi. Boladagi. Bu 15 talagimizni bolasi bu oldingi. Oldingi eskilardan a? Eski zotdan. Bir ko'zi ko'r buni ham otasi o'xshab. Ya, bir 7 ta ko'zlar. o'ynagan. Nechta? 7 ta. Qoyil aka, 15 talik bolasi 7 talik ekanda bu. 7 ta o'ynagan. Joning sog' o'rtoqlar xo'roz yirikligini ko'z tegmas. Nechi to'lak bu aka? Bu 2 tulakka o'tdi. 2 to'lakka o'tdi. Kilogrammichi, kilogrammi? Kilogrammi 5,5 kilo. 5,5 kilo. 5 kilo 300, 5,5. 5 kilo 300, 5,5. Azmaken yuribdi. Buni qarang o'rtoqlar. Makenda tuxumlar. Albatta qisqartirib olingan variantlarini yakka Telegramga qo'yib beramiz. O'rtoqlar, bu xo'rozni qarang. Ko'rmaza qilib to'g'rasida bu xo'rozni ko'r. Joning sog'. Gapsiz yo'q. Yirikligini qarang o'rtoqlar. 5 kilo 300 qiradiringizmi? Ha. O'ta yirik zot ekanda. Buni tuxumidan so'raganlarga bora? Qilamiz-da, zakaz qilsa qilib beramiz. Zakazsiz tuxum beramiz, ha? Zakaz qilsa qilib beramiz. Bo'lmasa, Xo'rozni qarang. ja постоянно bo'lmaydi. Postoyanno bo'lmaydi, ha? Gap yo'q. Yana xo'roz bormi? Bor. Bo'pti, gap yo'q. Ana o'rtoqlar, 3-chi xo'roz chiqib kelyapti. Bu yangi zot. Bu yangi zot, ha? Nima zot bu?
Shalpang degan edi. Salpang. Salpang Karsga chatishgan bu ham. gapsiz yo'q, gapsiz bo'lish. Karsga chatishgan. Harlar o'ta qo'zay Bu kerak. yashi bu. Yasha necha oy? Bu iyunda chiqqan yozgi cho'ja. Yozgi cho'ja. Endi mana bo'ynidagi patlari. Mana. Joying sog' bo'lsin. Zo'r cho'ja ekan. Gapsiz bo'lish. Bu nechkilar bu? Bu ham Turkiyaga borib qoldi. Borib o'tadimi Turkiyadan Yo, to'g'risi? javob o'tib ketadi-yu. Yursa o'tib ketadi. Yashda bu hali. Gapsiz yo'q. Yash. Kurto'q bosib yotdi ekan o'rtoqlar, xolasa. 10 kun bosib chiqar ekan. Nima o'zotdan bostirgansiz bunga? Mana nariga chekkadan bolasi 15 talik bolalar. 15 talik bolalar chiqadimi? Ha, shu nevaralari chiqadi. Keladi, qarang mana. Joning sog' bo'lgurlar. O'sha qizildi, yuriydi bolalar, ha bular, ha? O'shani bolalari. Bu yurgan xoros qanaqa bu hovlidagi? 15 talik 15 talikni nevarasi ekan o'rtoqlar. jiyanga beraverdi. Jiyanniki hozir. Jiyamnikimi, ye? Ha, yaxshi qildi buni makinlar qo'shib qo'ydi. Endi meniki bo'larsin bu. Ha, boqonasi. Qarang, men yo'ldan yuriydigini qarang. Qop-qora ekan, ha? Shu 15 talik qizlardan emasmi, qanaqa bu? Qani bolasi bo'lsa, qizi yo'q. Qizi ham bor, ha? O'rtoqlar, mana yomg'ir qo'ldan kelgancha botqoq bo'lsa ham video qilyapmiz. Mana tashqariga chiqariladi tovuqlarni. Juda ham ko'p tovuqlar katayda hali. Ulgursak, uspet qilsak syomka qilamiz. Makonlar hammasi tuxumda, ha? Ha, cho'yam tug'iladi. Qora xo'roz, qora makonlardan ekan-da tuxumlar, ha? Ha, bular cho'yam tug'iladi. Cho'g ham tuxumlayapti ekan. Hozir yig'yapman bular. Hozdiryapmi? Yig'yapman tuxumni. Tuxumini, ha? Gap yo'q. Gapsiz yo'q. Xo'roz chiroyli ekan, sifatli xo'roz ekan-da. Xo'roz yashar. Yosh ekani, yoqimtoy ekanda. Qaysi oy bu aka xo'roz? Ha, Ham iyunda. iyun. Iyun, mayda oxiri iyunda chiqqan ekan o'rtoqlar mana. Xo'rozimiz. Uzoqroqdan olyapman chunki mana ko'rib turibsizlar, loy. Yoniga borsam, loy hamma yoq to'pli ham loy bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yaqinlashtirib olyapmiz. Videoga endi kamchilik bo'lsa haq bo'lmaysizlar o'rtoqlar. Va haq o'ynamaganlar bu jujalar. Yo'q, yo'q. Bir marta ikki to'yab ko'rilgan. Ha. Gapsiz yo'q. Buni YouTube'da ko'rib aka obunamni, qo'shingmi, o'sha juja xo'rozni olib bering, sotammikinlar deb so'raydi-da, bari telefon qiladi menga. Sotmaysizmi, sotasizmi? Sotadi olmasa jiyandan olib beraveradi. Jiyamni olib beraverasiz. Ha, jiyan. Necha pul atrofda bo'lishi mumkin? Puli 1 metrmi? 100-150 atrofida bersa kerak. Ha, $100, $150 atrofida bo'lishi mumkin. 1 metr. Bizda olib ketgan endi qaytarib uni olib qo'yish. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bilmasangiz, buni deydidan boqqan narsani. Endi xo'roz sizniki bo'lsa ham bu jiyaningiz boqqan pul jiyaningiz bo'ladi-da. Pulni jiyaningiz hal qiladi, to'g'rimi? Berib berganman, shunga yetib qolgan hisobda. Endi men uni bergan makinga qo'shgan o'zi olib tashlab ketdi. Gap yo'q, gap yo'q. Umuman pullar berasiz ekan, makinlarni berganman. Ha, Sho'ng qo'shuvli yuribdi. gap so'z yo'q. Beydoni ham ko'ringchi. Edagini ham ko'raylikchi. O, salapallab ay chiroyli jiq qo'yibsa-da. Nega ham bitta joy qilib qo'ydim endi. Chotka qilib. Kelganchi. Hurmatli do'stlar, bu parnikda nima bu parnikda? Ha, unga osh ko'kka nimalardan sepib qo'ydim. Ha, Qoldi. chiqib qoldimi? Gap yo'q. Yangi partiya. Nima bu yangi partiya? Chiqdi bu cho'jalar. Bitta ko'rib qo'yishadi endi aka. Bolalar hozir ko'rsataman. Mana 2 kun bo'ldi chiqqaniga. Voy joning sog' bo'lsin. Ham chiroyli aka. 2 kun bo'ldi, kecha chiqqan. Kecha chiqqanmi? Kecha, ha. Kecha. Qarang. Qizildi bollarimi? Ha, ana shu hozir qizil 3 ta qop-qorasi bor ekan aka. 3 ta qorasi bor. 3 ta qora. Bu yerda nechta o'sha hozir 5 ta, 11 ta ekan. Ha, 11 ta ekan. Bitta, ha. Karishnidan ham bor ekan. Boshqa rangi bor ekan-a? Qizilni o'zi chiqadi shu. Maki ham bor-da, shunaqa. Hozir ko'rsataman Maki ham deyapti. Ko'rasiz. So'rab ham zo'r qilgan ekansiz. Siqqina yashiqda. Endi ketayni mashina, cho'jaga bola mashina qilib qo'ydim. Bu variant yaxshimi? Ha. Gap so'z yo'q. Ketayni. Necha oy turadi bunda? Aka necha oy? Bunda 20 kun. 20 kundan 3 ga turadi tashqariga. 20 kundan keyin yaxshi tushunib tushuntirib suyuklab o'chadi. Ketadi. Mana gradusning. Gradusnigacha bor ekan mana. Mana. 27 gradus Hozir ketdi. o'n eshikni nimasini ochganimizga pasayib. Ha, 30 dan baland turadi. gap so'z yo'q. Bundan chiqarib bering o'g'lim.
Bu yerda juda ko'p shekilli. Mayda qo'l emas, bo'pti. O'pshitda. Общий. O'pshitda. Общий ta. O'rtoqlar buni qarang. Qo'li. O, yaponlar top-tozaligini bilaman. Ha. Bular inkubator. Inkubatorda bular, ha? Bular inkubator. Chiqishdi qarang. Joning sog' bo'lganlar. Moshni xudo xolasa. Buni tug'yotgan joyini qarang. Qani? To'yapti ekan bu yerga. Mana. Quluqini ham tug'yapti, no? Voy, молодец, mashallah mana. Bular qara hashaki Alashib ketgan. Bu quluqning tuxumini qarang. Kechadan bir tug'gani bu. Kecha yomg'irda chiqarmaganman tug'gan. Bugun tug'di. Gapi yo'q, qolamagan sizda. Hamma yo'q bor. Razbek qani? Quluqini maniga tug'adi. Ha, ne bor ekan meyda. Voy, bu yerda ham tuv. Kattagina joy bor ekanda. Bu ag'ida ham bor. Ag'idani ko'ryapsiz. Bu binoni yangi quribsiz, men kelganda yo'q edi oxiri kelganda. Qani? Ham bo'lish kerak. Voy, mana yapon ham tug'ib qo'yibdi, yapon. Yapon ham tug'ibdi. Qarang, o'rtoqlar. Endi yotadi men shega. Yotadi, kirib bor. Yapon bittasi yotadi degan. Voy, joning sog' bo'ling, yaponlarda oppoqligini. Mana shu ham kirib bo'ladi. Ha? Kirib bo'lgan. Mashina olib ketamiz. Mana shuni xudo xolasa. Uch qo'rg'ondan bolalar kelib, etayni Yaponga kelib Yapon olib ketdi. Olib ketdimi? Bitta dekan makiyani oldi. Gapsiz yo'q, gapsiz. Berasaka dekan makiyaningiz ham bitta olib kelib, Yaponga kelib turib dekan makiyani olib ketib qoldi. Yapon ham olib ketdi. Yaponlar ko'paveradi-ku o'zi, ha? Yaponda ham bittasini olib ketdi. O, xo'rozlar hamma yo'q yetarli ekan. Bu aka dakan makiyon qanaqa makiyon buni? Kul. Buni karismi? Karismi? Rangi kul ekan, ha? Oqish boshqacha kul ekan. Mana bularni qarang, o'rtoqlar, yaponlar chiroyli ekan. Nima deysizlar? Yapon to'g'risi o'ta ishqibozmi? Bunisi juda ham chiroyli ekan bunisi. Kichkinagina. Bugungi daqiqa video kamdan kam bo'lgan, o'rtoqlar nima deysizlar? Makiyonni qarang. Makiyon necha kilo aka? 4 kiloning ustida. 4 kiloning ustida, roq, ha? 4 kiloning ustida. Yirik makiyon ekanda. Bu xo'roz kimni xo'rozidan aka? Ha, o'tkaydi bo'lardi. Yirik xo'roz bo'ladi, zaratskiy. Ha, shuna bo'lasi. Moyski, moyda chiqqan. Gapsiz yo'q. O'rtoqlar, gapsiz bo'lishi mumkin mana. Ular juda ham chiroyli video bo'ldi. Qulqullarga qarang, inkubatorda bular endi aka. Inkubator. Bo'lamagan anaqa dakan tuxumlarini, dakan tovuqlarni, xo'rozlarni, yaxshi tuxumlarini bostirib qo'yadilar. Mana yaponlar ochib chiqadi, indiklar ochib chiqadi kerak bo'lsa. Siropchida bo'lamakanda bez problema. Gapsiz yo'q, bo'lamagan xudo xolasa. Yapon tovuq ushlayaptilar, joning sog' bo'lsin. Katay kirsinchi. Bilmadim bu tovuqni ushlab. Balki menga padarka qilarlar, xudo xolasa, bitta like bosib turasizlar. Agar mana shu xo'ra tovuqni menga padarka qilsalar bo'ldi. Mana shu videoga 10 ming like bosib yuboringlar, like pul tushmaydi o'rtoqlar. G'ulom akamni hurmati, G'ulom akamni nihoyatda yaxshi ko'raman. Ko'pchilik yaxshi ko'radi, yaxshi inson G'ulom akam. Tilla inson. Gapsiz yo'q. Yordam qilib beraymi? Katakka kirish kerak ekan. Voy, joning sog' bo'lgur, mana ushladilar. Tuxumdanmi? Yo'qdan. Hammasi Yapon emas u. Gapsiz bo'lishi mumkin emas aka. Joning sog' bo'lgur. Juda chiroyli tovuq ekan, ha? Endi buni nima qilamiz aka endi buni? Gap ketaverasiz, Razbek sizga padarka mana shu. Alloh baraka. Ihsonlarga qabul qilsin aka. Ana ulug' kunlarda gapsiz yo'q. Bunaqa. Ana sheriklar yuribdi. Xolos yana tuxumini qo'ysak yana chiqaveradi. Yana chiqaveradi, xolos. Inkubatorda endi bizga bu. Inkubator. Gap yo'q aka, xudo xohlasa. Yo'qotmasangiz, yo'qotmay. O'zi ko'paveradi bu. Chiroyli qilib ko'paytiraman, o'zi dekorativga boqaman. Tuxumni o'tirsangiz, 10 ton bitta tug'adi olasiz. Gap yo'q. Endi hozir bu yerda nechta tug'di bilmayman, men tug'yapti. Ana hozir tuxumini ko'rdingiz. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bular tug'ib o'zi yotib qolaveradi. Uyda bitta xo'rozcham bor edi. Zerikib, dakanni bosaman deb intiladi, dakanga yetolmaydi-da. O'shanga mana sov bergan. Uylantirib qo'yaman, baxtli bo'ladi, savob bo'ladi o'zan kunda aka. Buni bordim gullik bitta jiyan bozorda tursam, aka o'zi yapon makinlar ashpazib turibman, rangli ekan, menga oppog'i kerak edi desam, aka uyda bor dedi, unda yuring dedi. Uyda beraman deb, bundan 2 yil oldin uyda bergan mashina makin. Gapsiz yo'q. Bu undan keyin ko'payib ketdi. O'zidan ko'paverar ekan bu. Gap yo'q aka. Pul bo'ladi, o'zi bosib olaveradi. Tuxumini olmasangiz o'zinikini o'zi bosib olaveradi. Gapsiz yo'q aka. Aka-ukachiligimiz o'rtamizda muomala ilgaridan aka-ukamiz. So'rasam ham so'ramasam ham avazbek olib ket deydilar. Har doim nima deydi? Endi shu yerda yuribmiz-da, mana ancha yildan 5-6 yildan mana xudo xolasa.
yapon tovuqqa bostiramiz, xudo xolasa. Yirik tuxum ekanmi? Tepani yerigidan. Yerigidan. Osonib bo'ladi. Gapsiz yo'q. Alloh razı bo'lsin. Tuxumga aloqaga chiqarasizlar, to'planadi. Har kuni tuxum borasizlar, xudo xolasa. Bor to'plab beraveramiz. Zakaz qilsa to'plab beramiz. Gapsiz bo'lishi Bo'lmasa yo'q. Azbek mana 4 ta. Bo'ladi aka. Mana o'rtoqlar kesallaring sizlarga mana shunaqa chotki tuxumlardan beriladi, xudo xolasa. Tuxumda bo'lyapti, yirikligi. Yirikligini qarang. Juji ham katta chiqsa kerak a? Ha, yirik chiqsa kerak a juji ham. Gap yo'q. Bu bitta shu kichkina tuvoq. Buni alohida belgilab qo'yamiz. Qolgan tuxumlarni alohida belgilab, ochirib har yil siz zotingizdan ochiraman, xudo xolasa. Ochib chiqishga olib ketib qolishadi-da kretlari. Aytyapman, rosa ko'pida uni mayda juji. Yap ketib qoldi. Son qilyapti, uydamisiz turib kelyapti-da. Gap yo'q. Omadini bersa ham ani. Bolalarga ikkita xo'roz berdim, ikkita. Ikkalasi ham yaxshi o'yin qilib, Qirg'izga sotilib ketibdi. Ha, Agar paytlandiq dedi, Qirg'izga ham sotdik. gapsiz yo'q. Qirg'izga o'tkazib beribdi. Gapsiz yo'q. Lekin xo'rozlar zo'r chiqqan. Bitta tulamdan bitta jo'jam deb ketuvdi. Bo'ldi. Ikkalasi ham yaxshi chiqibdi. Mana bundan bo'la oling buni. Ha, Vakillarga mana buni qo'shin. gapsiz yo'q. To'g'ri, ekan aytyaptilar, shundan makiyonni zo'r bo'lsa deyaptilar, shundan oling bola deyaptilar. Xudo xolasa, buni bolaga olib ketyapmiz hozir, xudo xolasa. Koreya bilan shalpondan chiqqanda bu, ha? Mana sotilib chiqqan. Qarang, zo'r xo'roz, xudo xolasa, moshina. Gap yo'q. Bagajga bitta solamiz ketaveradi, xudo xolasa. Mana endi ketaveradi uni makiyam Ha. beradi. Ulug'bek, qani Ha, o'rtamiz Ulug'bek. ha, sinfdoshim, ha. Shuni behanlasida Abduqahhormi degan bola bor. Ha, ha. 76 Abduqahhor- 75-yilmi bor. Shu bor, ha. Faqat yaqinda nimaga umraga bordi. Ha, bo'ldi. 82-yiroq Shu bola bitta xo'razim deb ketdi bola. bolaga. Ha, Keyin iloji berib berdim. beramiz. U ham qop-qora. Gap yo'q. Qaytarib berishadimi? Ha, uni qaytarib qilinadi. Gap yo'q. Uni yaraqchaga aytib keladi. Qulim aka, Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin aka. Baraka topinglar, yaxshi qilib ko'rishaylik a. Obunachilar sizlarga ham xayr, sog' bo'lasizlar. Mana Qulim akam soppa sog', o'zlariga aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Bo'pti, Qulim aka. Yaxshi. Ha.